Krisalarning katta akasi bugun sport, Farih. Kommentariyamga yozib ketibdi qilgan videoyimda. Eski videolarni qasdi Krisada tarqatyapti deb. Men adashib ketdimmikin dedimda Instagramiga yana kirdim. Kirsam shu Telegramimga kiring deb yalinib yozib ketgan ekansan. Kirdim. 15-sentyabr mana. 15-sentyabr. Mosbet, Xbet, bir balobet, mahalladagi bet. Bular endi qumorda mana. Aniq bu 100 talik qumor. Sen og'ayni menga aqllilik qilib gaping bo'lsa menga chiq deb yozgan ekansan. Men senga yana bir marta повторный qaytaraman. O'zi Murodjon urushida ringga ko'tarilishdan oldin aytdim. "Ey og'ayni, bu yerda yurma, betoqarat, ket bu yerda, yutqizib qo'ymasin" dedim. Endi Murodjon ham yutqizgani qadar yaxshiligi hammasi. Lekin senga yana bir marta повторный qaytarib aytaman. Sen bu qumorni qilayotgan ekansan, men tinmay seni gapiraveraman. Xafa bo'lasan yo'qmi? Seni gapirib bir mashhurlik ham kerak emas. Bir 2 yildan mening Instagramimni ishlataman. Ko'rsang bir 1000 tami, 1,5 mingtami odamim bor. Gap unda emas. Sen hech qaysi sportchi bilan yurma. Yuryapsanmi? Qumorni reklama qilma. Qumorni reklama qilyapsanmi? Bir kun olib chiqib Abdulla Qurbonov bu yoqqa